Assalomu alaykum akalar. Bugun yakshanba, Beshbola Farg'ona Beshbola it bozorida 12-mart kuni chiroyli it bozor bo'lyapti. Mana sizlarga bugungi bozorda chiroyli qilib yoritib beramiz. Itlar yaxshi chiqqan, narxlar ham arzon chiqqan. Akalar, iltimos like podpiskani bosib qo'yasizlar. Sizlar quvvatlasanay, zo'r itlar chiqarib boramiz. Akalar, Spaniel. Mana ovchi it. Chiroyligidan erkagidan boqaman deydiganga uyda damashli boqsa ham bo'laveradi, hovli uyda ham boqsa ham bo'ladi. Haqiqiy zvano ovchi, mishiq-pishiqlarini quvib oladi borib. Akalarimiz ko'pincha xo'roz boqaman, kaptar boqaman deyapti. Tozasini bitta itga bering, shu mishiq-pishiqlar jonga tegdi, yovvoyi mishiqlar deyapti. Shunga boqqani bo'lsa, mana shu qo'riqchilikni zo'r. Erkak. Narxini короче $100 deyilyapti, ozmoz kamini qilib beriladi. Qizini ham o'zi 1 millionga sotishdi ekan. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqsa, 2 oylik erkak. Holatlari zo'r ishlari. Mana bu yerda endi zvonovchalar deyishyapti. O'zimizni zvonovchalar ekan. Короче katta bo'lmaydi-yu, dombo bo'ladigan zvonovchalar ekan. Kimga kerak bo'lsa, narxlari 500 ming so'm deyapti akamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana zvonovcha. Kalta barmoq. Bundan 3 ta bor ekan akalar. 3 ta. Kimga kerak bo'lsa 500 ming so'm narxlari. Aloqaga chiqaverasiz. Bo'ldi. Akalar o'tgan safar pudel qo'ydik-ku, aytdik-ku, jicha holatlari o'rtacharoq bu itlarni bir qaralsa yaxshi bo'ladi dedik. Mana akamiz qarab junlarni olib chiqibdi. Bular kichkina itchin qani. Mana bunisi urg'ochi. Mana urg'ochi 2 qat deyapti 50 kg. Chiroyli qilib chiqib qo'yibdi. Qo'g'irchoq uyga olib qo'ygani bir jum. Mana bunisi erkak. Faqat keldi, mana holatlari yaxshi, ishlari zo'r deyapti. Bular kichkina zot boqaman deydiganlarga o'sha Zvanov deyapmiz buni ham. O'zi asli parodas pudel. Juda qimmat turadi. Hozir jupini 3 million so'm deyapti akalarimiz. Kimga qiziq bo'lsa, shunaqa junligini boqaman deydiganlar bo'lsa, aloqaga chiqsin, chiroyli narxlarda qildirib beramiz akalar. Itlar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Akalar, cho'pon it boqaman. Yengilroq deydiganlarga cho'pon qo'ylar ichiga tashlab qo'yasizlar. Uyda qo'lim katta deydiganlarga gektar uyda ichiga tashlab qo'yaverasizlar. Ikkita olsalarni ikkalasi yomon himoya qiladi. Narxlarini 500 ming so'mdan deyilyapti. Holatlari zo'r, 1-2 oylik ekan. Yishlari yaxshi. Erkagi ham bor, urg'ochisi ham bor. Kelaverasizlar akalar, bozorimizda har xil kuchuklarimiz bor, cho'pon kuchuchalarimiz chiqdi. Videoni o'tkazib olmaysizlar, hali chiroyliklar qo'yib boramiz. Akalar, avabayni tozasini boqaman deydiganlarga avabay so'rab bezor qilyapti, mana tozasi. Kelib narxlarini qiziqib olaverasizlar. Hozir narxini 2,5 million so'm deyapti. Chiroyli mana bolalari. Endi 1 oylik bo'libdi. Quloqlari kesilgan, dumlarini kesib olsalar, kesasizlar, unda kiraveradi. Toza, ota-onasi ham toza, 100 kilo, 70 kilo atrofida deyapti. Ishlari zo'r. Oqi ham bor, bunaqa olasi ham. Oqini ham betingizcha yaqinroq ko'rsatib qo'yasizlar. Oq sotildimi? Ha, oq sotilibdi. Mana mashinalari qoldi akalar. Mana. Lapalarni ko'rib turibsiz akalar. Holatlari zo'r, kallalari ham yirik alabaylardan. Ha, lapalari. Ishlari zo'r ekan, bularda veslari katta bo'ladi. Alabayda tozasi chiqibdi. Mana 80 kiloga javob beriladi. Yaxshi boqsa undan ham o'tiladi-da. 80 kilo minimalist. Ha, mana. Holatlar zo'r. Aka, yeyishi nima yeyapti? Yeyishi hozir malyukka kashiga o'tkazdi. Ha, kashi yeyilyapti, kashi berilyapti. 1 oy beriladi, keyin olib ketsa bo'ladi. U Ha, sut yemayaptimi? Sut уже hozir emas tashadi. Ha, bo'ldi. Sutdan chiqibdi akalar, tayyor. Hozir temirni g'aji boryapti. Pishgandan akalar. Olaverasizlar. Dahshatidan bo'ldi. Assalomu alaykum. Haskiyni kuchugi basu sal kattaroq, 7 oylik, 6 oyligi. Haski erkak. Kimga kerak bo'lsa, haski qo'riqchilikda olib borgani, dala palasi bo'lsa, olinglar akalar haski. Arzon narxlarda qo'yib beryapti. 700 ming, 800 ming narx aytishyapti. Ozmoz kelishtirib beriladi akalar. Asha jigarrang rangidan ekan, ko'zlari 2 xil ekan. Akamiz yoshligida Rossiyadan olib kelganman aka, hozir
Bizcha vaziyat bo'lib boqolmayapman deyapti. Shuning uchun chiroyli narxlarda qo'yib berilyapti. Holatlari yaxshi. Yaqinroqdan bitta olib qo'yasiz. Akalar ovcharkani 7-8 oyligi urg'ochi. Holatlari zo'r, yishlari zo'r. Kechkasi kelib qolay deyapti. Boqaman deydiganlarga diling ashir. Mana. Odamga umuman tegmas ekan, shu bozorda ozgina namorni taqib qo'yishgan, baribir. Holatlari yaxshi, diling ashirishdan aytganlardan. Kim olaman desa, narxlari $150 deyishyapti. Yuvosh itimiz. Aloqaga chiqarsin, chiroyli narxlarda qilib beramiz akalar. Akalar, shu joyda mikrofonimiz uzilib qolibdi. Men sizlarga zapisni yoqib gapirib beraman. Alabaydi tozasi, kangal alabaydi bolasi deyapti. Hozirgi beslar 100 kiloga yaqin. Qo'riqchilik udar, umuman odamga tegmaydi, ishlamaydi, yosh bolalar yaxshi ko'radi. Ammo begona odamni ko'rsa, xurum netar, itni ham yomon ko'radi. Begona itlardan mol, qo'yimi, qo'riqchiligini qilsin deydigan akalarimizga zo'r tavsiya. Yirikligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Yana ham agar yiranlik ko'rsalang, juda qimmat. Assalomu alaykum akalar. Mana bozorimizga mishiqchalarni ham olib chiqib qo'ydik. Toza qonligidan boqaman deydigan akalarimiz ko'pchilik so'rayotdi. Mishiqchalarni $100 dan mana shunaqa shotlandskiy, britanskiylarni bolalarni qilib beryapmiz. O'ynashlarni ko'raverasiz. Juda ham chiroyli. Akalar alabaydi 2 oyligini so'rayotdilar. Sal kasal-pasallikdan chiqqanini. Narxlarni qarchi 500 ming so'm qilib beramiz deyapmiz akalar. 500 ming so'm erkak. Kimga kerak bo'lsa tez aloqaga chiqasizlar. Holatlari zo'r, yishlari udar. Faqat boquv yaxshi bo'lmagan xolos. Erkagidan. Bering 500 ming yuklab bering. Akalar, haskiyni savdosi bo'lyapti mana. Holatlari yaxshi ekan. Ikkalasini akamiz olyapti. Urg'ochisini teshkasi ketib qolibdi. 1 million so'm narx aytyapti akamiz. Akalar, chiroyli qilib 5 bola it bozorini videolarini olib bordik. Iloji boricha maksimalni tarqatasizlar. YouTube platformamizda faqat yakshanba kuni videolar olinadi va boshqa kunlari qo'yiladi montajlar qilib. Akalar, iloji boricha 1-2 kun kech qolib qolamiz. O'zlaringizdan uzr so'raymiz akalar. Telegram va Instagram kanallarimizga o'tinglar. Har kuni itlarni, zo'rlarni, yaxshilarni qo'yib boramiz. Yakshanba kuni bozorga chiqmagan itlarni ham Telegram kanallarimizda qo'yib olamiz. Maksimalni podpishkani kutaman va kommentariya zo'rlarni yozinglar. YouTube'da dang'illatinglar.